soat 11 ga qarab borib qolibdi. Meni yopiq gruppadagi, ya'ni ranglar matematikasida o'qib turgan o'quvchilarimga har dushanba bo'ladigan darsni soat kechqurun 8 da boshlagan bo'lsam, 2:30 dan boshlab o'qiyapman ekan. Qizim hozir uyga ketamizmi deb qoluvdi. Soatga qarang deb keyin tugatdim darslarni. Energiyaga to'lib chiqaman. Biz butun O'zbekistonimizning hamma viloyatlaridan, qo'shni davlatlardan o'quvchilarim shunaqa zo'r o'qishyapti endi. Ularga bilim berishdan, yana ularning rivojlanishiga hissamni qo'shyapti turganimdan juda ham xursandman. Gubkaga o'xshab shimga olishadi o'zi ham bilimlarni. Bir dunyo ugaversiya berdim. Ugaversiya qilishadi bu hafta endi. Onlayn o'rgana olmayman. O'zi o'rgansa bo'ladimi koloristikani deb ikkilanib yurgan qizlar sizlarga bemalol ayta olaman. O'zingizda harakat bo'lsa bo'ldi, o'rgana olasiz. Chunki hozir o'zim ham onlayn o'qiyapman. Bunda nima bo'ladi? Buni qaytanga plyuslari juda ham ko'p. Siz yopiq kanalga qo'yilgan video darsliklarni bir kunda xohlasangiz 100 marta ko'rmaysizmi? 10 marta ko'rmaysizmi? Xohlaganingizcha ko'rishingiz, o'zlashtirishingiz mumkin. Yana har dushanba bu yoqda bo'ladigan gruppadagi darslarda yana sizlarni podдержка qilib, har bitta odam bilan alohida ishlab chiqaman. Qilib turgan ishlari, tushunganlari, ularni rivojlanishlarini ko'rib juda ham xursand bo'ldim bugun ham. Xudo xolasa ko'chada sochi kuyib, hashak-pashagi chiqib yotgan xotin-qizlarni ko'rmaysizlar. Hamma sochi shikarniy bo'lib yuradi. Hamma ayollarni zo'r qilib bo'yab bera oladigan masterlarni sizlarga yetkazib berishga harakat qilaman. Shuni harakatidaman. Niyatim shu. Har bitta ayol go'zal bo'lishga haqli, chiroyli bo'lib yursin. Iloyim qo'limdan kelgancha shu ishni amalga oshirishga harakat qilaman. Harakat qilyapman ham. Bilasizlar, 3 ta onlayn darsligim bor meni. Eng muhim o'rganib olishingiz kerak bo'lgan bazaviy koloristika kursi ranglar matematikasining darsi bo'ldi bugun. 3 ta texnika kursi, u tayyor video darsliklar. Kislotniy smivka ham u tayyor video darsliklar. Ularda bunaqa dars o'tib bermayman. Uni sotib olasiz, o'zingiz ishlab ketaverasiz. Bu yerda har bitta o'quvchi bilan alohida ishlab chiqaman. Hamma kursda o'ziga yarasha o'zining o'rni bor. Hammasini o'rganish ketma-ketligi bor. insonlarga ilm yetkazuvchi bo'lganim uchun alhamdulillah, Xudoga shukr. Yana nima demoqchi edim? Sizlarga aytmoqchi bo'lgan gaplarim rosa ko'p, lekin menda ko'chada mashinam keldi. Ketdik qizim, yur. Uyga ketamiz. Ko'zlarimiz ko'rib turgan ranglar issiq, sovuq va mo'tadil, ya'ni neytral ranglarga bo'linadi. Issiq ranglarga qizil, sariq, oranjeviy ranglar, sovuq ranglarga esa ko'k, yashil, fioletoviy ranglar kiradi. Neytral ranglarga korichneviyning hamma turlari to'q jigarrangdan och bejeviygacha bo'linadi. Sovuq ranglar issiq ranglar bilan kelisha olmaydi. Sovuq ranglar bilan ham kelisha olmaydi. Issiq ranglar bilan yaxshi kelishib ketadi. Endi bu kelishmaslik tush o'ng emas, ammo o'ng ko'rgan tush bo'lishi mumkin. Tush aslo o'ng bo'lmas. Kelishmasligi haqida aytadigan bo'lsam, istagan yangi rangingizni mana shu kelishmaydigan ranglardan yasasangiz o'xshamaydi. Yo yashilga yoki kulrangga aylanib qoladi. Yokida allambalo rang paydo bo'ladi. Kelishadigan va kelishmaydigan ranglar haqidagi chuqur bilimni meni ranglar matematikasi onlayn va offlayn kurslarimdan olishingiz mumkin. Soch koloristikasidan yuqori daromad qilmoqchi bo'lganlarni kurslarimga taklif qilaman.